O'zgidromet 18-yanvargacha kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, haftaning ikkinchi yarmida qator hududlarda qor yog'ishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 15-17-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 12-14-yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 15-16-yanvarda 0-5 daraja sovuq. 17-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq. Kunduzi 11-12-yanvarda 11-16 daraja iliq. 13-14-yanvarda 7-12 daraja iliqqacha ko'tariladi. 14-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 15-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 12-14-yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 15-16-yanvarda 0-5 daraja sovuq. 17-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq. Kunduzi 11-12-yanvarda 11-16 daraja iliq. 13-14-yanvarda 7-12 daraja iliqqacha ko'tariladi. 14-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 15-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 12-15-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 12-14-yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 15-16-yanvarda 0-5 daraja sovuq. 17-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq. Kunduzi 11-12-yanvarda 11-16 daraja iliq. 13-14-yanvarda 7-12 daraja iliqqacha ko'tariladi. 14-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 15-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 15-17-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 12-14-yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 15-16-yanvarda 0-5 daraja sovuq. 17-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq. Kunduzi 11-12-yanvarda 11-16 daraja iliq. 13-14-yanvarda 7-12 daraja iliqqacha ko'tariladi. 14-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 15-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16-17-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 12-14-yanvarda 7-12 daraja iliq bo'ladi. 15-16-yanvarda 2-7 daraja iliqqacha pasayadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 12-16-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 12-14-yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 15-16-yanvarda 0-5 daraja sovuq. 17-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq. Kunduzi 11-12-yanvarda 11-16 daraja iliq. 13-14-yanvarda 7-12 daraja iliqqacha ko'tariladi. 14-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 15-18-yanvarda 2-7 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Yanvar oyi uchun prognozlarda 2-10 kunlikda harorat pasayib borishi, 3-10 kunlikda respublika shimolida kechasi 15-20 darajagacha sovuq bo'lishi mumkinligi ma'lum qilingandi.